Qarshiylarda isitish tizimlarini og'ir vazn bo'yicha chempioni Lovato Hercules DN50. Ushbu gigantimizda o'zidan 750 kW energiyani, ya'ni salkam 35 kubatura suvni o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lib, nafaqat yirik uylar, balki sanoat ishlab chiqarish binolari, har xil turdagi zavodlar, yirik obyektlar kerak bo'lsa, ko'p qavatli turar joy majmualariga issiqlikni yetkazib berish imkoniyatini beradi. Endi boosterimizning komplektatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bir boshidan ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Boosterimizning o'zining gidrostrelkasi, 2 falli va 3 falli gidrokollektori, izolyatsiyasi va gidrokollektorimizni ushlab turuvchi oyoq qismlaridan iborat. Boosterimizning asosiy qismlaridan biri bo'lgan nasosning uzillarimizni, ko'rib turganinglardek primoy uzilimizni hamda smesitelning uzilimizni kollektorlarimizga ulash imkoni bor. Eng qiziq tomoni bu uzillarimizga twin pump, ya'ni egizak nasoslarni o'rnatish imkoniyatini beradi va u hech narsaga xalaqit bermagan holda o'rnatiladi. Undan tashqari Lovato kompaniyasi boosterlarimiz uchun kerak bo'ladigan mayda detallarga ham alohida e'tibor beradi. Hozir bulardan bir nechtasini sizlarga sanab o'taman. Ulardan kollektor yakunida turadigan zagloshka qismlari, kichik rezbali boosterlarimiz uchun perihodlar va albatta gidrokollektorimizning kotelniyamizga moslash uchun kerak bo'ladigan 90 gradusli va oddiy flanets muftalaridir. Bu videomizda Lovato Hercules boosterini qisqacha obzor qilib berishga harakat qildik, lekin ustalar, muhandislar, katta obyekt egalarini qiziqtiruvchi ma'lumotlar bu boosterimizda juda ham ko'p. Agar sizlarga shu boosterimiz haqida to'liq video kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirsanglar, keyingi videolarimizda bu gigantimizning to'liq obzorini qilib berishga harakat qilamiz.